qismi. Chunki Alloh taolo yer osmoniga tushib bandalarga aytadigan duo qiladiganlar bormi? Duoinglarga ijobat qilaman. So'raydiganlar bormi? So'ranglar. So'raganinglarni beraman. Gunohlarini mag'firat bo'lishligini xohlaydiganlar bormi? Istig'for aytinglar, gunohlarni kechiraman. Eng afzali oxiri bo'ladi. Haftaning kunlarini oladigan bo'lsak, haftaning kunlarini ham eng afzali oxir bo'ladi. Haftamizning eng oxirgi kuni qaysi? Juma kuni. Chunki bizda hijriy oy kunlik kalendar bo'yicha bizda shanbadan yangi haftaning yangi kuni boshlanadi. Demak, haftaning eng afzal kuni oxiri. Oylarda oladigan bo'lsak, bir yilda 12 oy bor. Eng afzallari, eng savob ko'p kasb qiladigan oylar bu o'sha oxirida bo'ladi. 9-oy Ramazon, keyin Shavvol, keyin Haj. Hojga borib, Alloh taolo hojilarni ham ochsin endi. Mana qandaydir sabablarga yo'qolib qoldi. O'sha 11-Zulqa'da, Zulhijja oylari Haj oylari. Demak, 12 oyda ham eng afzal vaqtlari qaysi ekan? Oxirlari. Endi mana oylarning ichida podshohi bo'lgan Ramazon oyining ham eng afzal kunlari oxirgi 10 kunlik Payg'ambar alayhissalom Oysha onamiz aytganlaridek, shu oxirgi 10 kunlikka kelsa, Payg'ambarimiz astoydil ibodatga kirishib, kechasilari uxlamasdan, faqat ro'zida ibodat qilmasdan, ahli oilalarini ham o'ylabdi, birga ibodat qilishga chaqiradi. Bilinglar, bilasizlar, Qadr kechasi ming oydan ko'ra bir kecha o'zi, lekin ming oydan ko'ra afzalroq bir kecha. Faqat o'sha Qadr kechasida bandalarning bir yillik taqdiri yechiladi. O'sha kechada bir yillik insonlarning taqdiri yechiladi. Alloh taolo shuning uchun ko'p duo qilib, kim tug'iladi, kim o'tadi, kim baxtli bo'ladi, kim baxtsiz bo'ladi, shuning hamma o'shani bizni o'sha kechalarda ko'proq Alloh taolodan duo qilib yaxshiliklarni so'rab olishimiz kerak. Qirg'izistonimizga ham Alloh taolo tinchlik bersin. Mana bir ikki kun ichida juda noxush voqealar Ramazonda, mana oxirgi eng yaxshi kunlar kelyapti desak, ozgina mashaqqatli fitnalar, shunaqalar bo'ldi. Inshaalloh bular bartaraf bo'ldi deb biz mana juma namozlarida yordam qilyapmiz. Alloh taolo tinchlik bersin. Hech bir musulmonning yurtida notinchlik bo'lmasin. Har bir musulmonni xonadonida tinchlik bo'lsin. Alhamdulillah, bizga o'sha bizda din erkinligi juda ham yaxshi. 3-4 kun bo'lib Saudiya Arabistonida bir do'stimiz bor, bilasizlar, o'sha namozlarni faqat yarim soatda vaqt beryapti. Sunnat tarovihlar yarim soat vaqt berib, tezroq o'qib yurishliklar deyapti. To'planmaylar. Bizda alhamdulillah 20 kun maza qilib, alhamdulillah xohlagancha ibodatlar qildik. Mana shukr qilishimiz kerak. Shukr qilsak, Alloh taolo yana ziyodat qilib beradi. Endi ehtiyot bo'lish ham shariatda bor. Shu domlalar, mamlakatda nimalari ehtiyot choralariga chaqirsa, inshaalloh unga ham itoat qilib qo'yasizlar. Saudiya Arabistonidan 30 yil avval mehmonlar kelgan ekan. 30 yil avval SSR davlati bo'lgan, keyin mamlakatlar egenlikdor bo'lib, mustaqil bo'lib, mehmonlar kelishni boshlagan. SSR davlati bunga yopiq davlat bo'lgan, chiqdi. Tashqaridan mehmonlar kelolmagan. Shunda tashqaridan mehmonlar kelib, Saudiya Arabistonidan kelishib, O'rta Osiyo, Qirg'izistonimizni aylanib ko'rganda
ko'shilarda tanilgan yigitlarimiz poklikka, tozalikka, halollikka shunday bir o'zini o'rnatadilar. Hozirgi aytganday shu erkak sodanda ham Allohdan qolib Allohning Robbisi Bismillahirrohmanirrohim deb o'sha farzandga yaxshi tilaklar qilib shunga erkak sodan bo'lsa, bergan bo'lsa kelajakda inshaalloh Alloh taolo shu har qayerda ozorlik, oqsochlik, bosbirlik, o'g'ishlik bo'lgan bo'lsagina o'sha yerda inshaalloh baraka bo'ladi. Bundan duo qilaylik Alloh tabaraka va taolo shularga shunday ilmga chanqoq bo'lgan uchun shu ustozlarimiz shularga taolo ilmlarini o'rgatib, borini Alloh taolo berganlarga shunchalik nima qilishida dillarimizni ravshan qildi. Albatta biz o'tamiz, qonishdamiz inshaalloh. Orada shuni tushungan muzokaramizga bizga shu yordam qilib, xalqlarimizga shunday shu bizlarga shu yordam qilib, shu elga shu olishsin degan yaxshi tilaklar qildi inshaalloh. Bu chanqoqlarni ko'p ta'minlanib inshaalloh kelajakda biz ham shu masjidlarimizdan xohlasak shu kishilarga o'xshagan olimlarni chaqirib o'g'illarimizdan, nevaralarimizdan chiroyli shu oliy yigitlardan chiqarib inshaalloh ilmni boyitishga hammamiz qo'l qo'shadigan ularga kattadan katta rahmat. Shunday bir hurmat, izzat qilib bosib kelgan qadaminglarga hasanat savoblar yozsin. Ilminglarga bundan ham ilmliroq bo'lib, shu nima aytganda Muhammad dedi Ismoil alayhissalomning Sushi versene. Ne bu acaba? İki adam var. İki adam nerede? Orada. Çıkış yapıyor, koklar, kuyular, kuyması hemen.
narsani ega bo'lib turgan narsa hammasi yerga bular birinchi qilgan ishi Payg'ambarimiz davrida endi oddiylar devorlar bilan bo'lgan xurmoni shaxlarini ekilgan bunday masjid ibodat
Hijoz deydi. Shu Saudiyani bir tarafida supermarketi bor. Alloh taolo baraka berib, dunyodan mabodo inshaalloh baraka beradi. Mabodo adresni ham bilmaydi. Adaligini lekin shu masjidda nomini biladi. Shu nomini yordam qilsalar, topsa. Keyin bir idoraga Alloh taolo qabul qilsin. Inshaalloh markaziy masjidda Xudo xolasa bir ularga bu Doktor harakalar rahmat Allah razı olsun. Ne oldu ya Muzaffer aka? Ha uzatib qo'ying deydi. Arsel. Baştan burası mı? Eğer kalkarsan hadi eline tak. Bu burası. Yana acele bunu. Ne ediyor?
Zakir aka ham ketib qolaymi?